Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana xayrullo. Bugun mana buzilib ketgan basharani to'g'irlashga harakat qilamiz. Burnimizdan boshlash uchun bizga bugun cho'tki mamlaqa maskamizdan keldi. Ko'rsanglar bo'ladi, qora tochkani tomiri bilan sug'urib olar ekan. Ichidan mamlaqa o'zini qog'ozlaridan chiqadi. Ichida juda ham ko'pchilik ko'p vaqt mazza qilib ishlatsa bo'ladi. Ichidan o'zini mamlaqa takoy bo'lgan shotkasidan chiqib keladi. Bu juda ham zo'r kerakli narsa, chunki bu akkuratni qilib mamlaqa tuxumni oqiga yoki sarig'iga o'xshagan cho'zinchoq bo'lgan bu maskamizni surishimizga yordam beradi. Bu akkuratni o'tga to'kib yubormasdan sekin olamizda, bu shotkamizni maza qilib botirib mamlaqalaridan yaxshilab shotkaga shimdirib olib, burunning ustiga surishni boshlaymiz. Aytgancha mana shunaqa to'kib tashab surmasangiz hisob emas. Yaxshilab burunning ustiga surishga boshlaymiz. Imomnaq qilib ko'p surib olganimizdan keyin qog'ozni shiq etib chiqaramiz-da, sekin mehr bilan burunning ustiga yopishtirib olamiz. Qizlar bunaqa ishlarni erinmay qilishadi. Men birinchi marta qilmayman, o'shaning uchun hamma yog'iga tekkizib yopishtirishga harakat qildim o'zi ham. Hech kim o'qimaydigan instruksiyasini maskani surib olgandan keyin o'qiymiz. Bundoq qarasam teskari ochyapman. Yaxshilab o'qib qarasam, bu onasini ham 15 minut turish kerak ekan burunning ustida g'ashim kelib ketyapti. Malcha deymiz endi nima qilamiz. A few moments later. Imani qotib oldi, 15 minut ham o'tdi. Tirishib qolar ekan burninglarning ustida bu qog'oz sekin shilib olamiz. Qani Oppa, mana futbolning yetishganchalik bor ekan, bu qora tochkalarni kirlarni bir ham ildizi bilan sug'urib olar ekan. Hech qachon burnim bunchalik toza bo'lmagan bo'lsa kerak. O'zi ham har xil kislotalar ishlataman, lekin bunaqa tik tugi bilan sug'urib oladigan maskani endi ko'rishim. Yana ham har hafta kislotalarda burnimni tozalab turganim uchun uncha kir chiqmadi deb o'yladim. Mana poralarni ochib berganida mana shu poralardan ham nafas olishni boshladi burnim. Juda ham silliq bo'lib qoldi. Ochilganligi, toza bo'lganligi shuni bilinib turibdi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Kачествоsi zo'r bo'lgan mana bu maskamizni bemalol do'konimizga kelib xarid qilsanglar bo'ladi.